Xitayning saxta təşviqatı və Uyğurlarning unsiz yig'isi. 8 ayning 26 kuni Xitayning təşviqat bölümü bilan atalmış Şinjan internet sohasi birlashmasi birlikda Tümen Adam Şinjan haqida haqiqiy ahvolni so'zlash nomli tor faoliyatini boshlagan bo'lib, bu faoliyat 11 ayning o'tirlariga qadar davomlashadi ekan. Bu faoliyat qisqa filmni asos qilgan bo'lib, Sharq Turkistonning har sohalardagi Uyg'urlar, Qozoqlar, Xitoylar va boshqa millatlar safarbar qilingan. Undan boshqa Sharq Turkistonga kelib boqqan Xitoylar va chet elliklarmi bu tashviqotga safarbar qilingan. Bu tashviqotga qatnashtirilgan minglagan kishilar atalmış Şinjan haqidagi ta'sirotlarni va tuyg'ularni qisqa film qilib ishlab, har xil taratqularda Xitoy ichi va sirtiga tarqitdi ekan. Bu orqali atalmış Şinjanning gullangan, taraqqiy qilgan har millat xalqi baxtlik yashayotgan yer ekanligini dunyoga bildirishni maqsad qiladi ekan. Bu harakat Xitoyning Uyg'urlarga va g'arb taratqullariga qarshi elib berayotgan zo'r ko'lamlik, ko'p qirliq ta'tir tashviqotlarining bir qismi bo'lib, Xitoy bundaq tashviqotlarni sin alg'uluq tor yig'inlari va qisqa filmlar bilan dunyoning har yerlariga qadar tarqatmoqda. 11 sentabr kuni Nyu-Yorkda Xitoy Amerikaga elib kelgan atalmış Şinjan haqidagi qisqa filmdan 6si qo'yildi ekan. Ondan başqa Xitoy hökuməti 8 ayning 26 kuni Sharq Turkistonni ziyorat qilguvchilar uchun atalmış Şinjanni tunishtiradigan bir material tayyorlab tarqatgan. Bu materiallarda atalmış Şinjanning tarixi va bugungi ahvoli tafsiliy tunishtirilgan bo'lib, ko'pincha so'zlar Xitoy azaldan so'zlab kelgan tonish yolg'onlar bo'lsa-mu, odamning diqqatini tortadigan ba'zi yangi nuqtalarmi bor. Xitoy atalmış Şinjanda 55 millat bor. Bu zamin hech bir millatning emas, balki hamma millatga o'rtaq deydi. Bu zaminning Uyg'ur avtonom rayoni deb atilib qilishi faqat Uyg'urlarning nufusi eng ko'p bo'lganligi uchun deydi. Materialda atalmış Şinjanda nayta uzoqdan beri insonlar yashab kelganligi qayd qilinib, eng dastlab yashaganlar Yevropa tipidagi insonlar edi deyilgan. Yana Sharq Turkistonda milodidan burunqi 60-yili Xitoyning Xan sulolasi eng cho'ng harbiy mahkama qurgan deb ko'ni gapni takrorlaydi. Undan boshqa Uyg'ur xaqonligining Xitoy bilan urug' tuqqan bo'lib o'tganligi, Uyg'ur xaqonligiga og'dirilgandan keyin ularning atalmış g'arbiy yurtga ko'chib kelib, Ediqut va Qaraxonlar sulolasini qurgan bo'lsa-mu, yanala o'zlarini Chin, Machin degandek nomlar bilan atab, o'zlarining Xitoyga tava ekanligini namoyon qilgan degan. Bu tashviqotda ochiq qilib atalmış Şinjanga eng dastlab ko'chib kelganlar Xitoylar. Undan keyin Uyg'urlar ko'chib kelgan deyiladi. Materialda yana atalmış Şinjanning 1100 dan ortiq sayohat nuqtalari, 138 xildan ortiq kan boyliqlari va dunyoda oldingi qatorda turadigan jo'grafiyalik va madaniy aloyidliklari tashviq qilingan. Undan boshqa atalmış Şinjanning havosi, yemak-ichmaklari sop va quvvatli bo'lg'achqa, odamlarning umri uzun va tan saposi yuqori deb tashviq qilingan. Misal sifatida Uyg'urlarning bo'y egizligi misol qilinib, atalmış Şinjanda bo'yi 1 metr 70 santimetrdan oshadigan kishilar odatdagi bo'yliq kishilar hisoblanadi deb Uyg'ur qizlarining jalb qilarlik rasmlarini ko'plab bergan. Bu tashviqotning maqsadining Xitoylarni Sharq Turkistonga chillab akilish ekanligi va kishilarning xushal-xuram yashayotganligini namoyish qilish ekanligi nihoyat aniq. Shundaqla bu Xitoyning qisqa film orqali Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan ta'tir tashviqotining bir qismi ekanligi texmi aniq. Xitoy nomussizlik va qiyinlik bilan ta'tir tashviqot elib berib, Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urinayotgan paytlarda
xeylidan beri ijtimoiy taratqularda tarqalib yurgan Uyg'urlarning unsiz yig'inlari tasvirlangan qisqa filmlar Uyg'urlarning g'azvini oshirmoqda. İctimai taratqularda Zümrət Davud və Nurxanim Uyğur hisobotlaridan tarqalayotgan TikTok videolari Uyg'urlarning xo'rliq ichidagi qon yoshliq realligini dunyoga ichib bermoqda. 2021 7 ayning 21 kuni deb chesla qo'yilgan 20 sekundlik qisqa videoda bir kishining normal holatdagi bir qancha parcha rasmidan keyin uning kasal karvatida yotgan ichinishliq ahvoli, undan keyin oq yog'liq chekkan bir Uyg'ur qizining musibatda yosh to'kayotgan ko'rinishi chiqadi. Hasratlik g'ijak muzikasi, yosh to'kayotgan emoji ko'zlar yurakni titirtidi va butun Uyg'urning noli zarliq bir hikoyasini dunyoga anglitdi. Yana bir qisqa TikTok videosida bir Uyg'ur ayolning yenida yotgan meyib bir kishining yuz ko'zlarini siylab turgan ko'rinishi berilgan. Kishining og'zi ching yumilgan, ko'zlari cho'ng ochilgan va alas bo'lib, uning qattiq bir jismoniy va ruhiy azobdan keyin meyib bo'lganligini tasavvur qilishga bo'ladi. Hasratlik muzika ichida boshlanib oxirlashadigan 20 sekundlik ko'rinish Uyg'urning yana bir fojialik dastonini jahonga unsiz so'zlaydi. İctimai taratqularda tarqalib yurgan bundaq videolar Uyg'urlarning fojialik sarguzashtlarining faqat kichik bir parchasi bo'lib, Uyg'urlar uchirgan qismatlarning oz bir qismini yo'rtib bera oladi. Biz yoshli o'lib ketayotgan Uyg'urlar va sabiy bolalarning fojialariga shohid bo'lib yashayapmiz. Lagerlardan o'ligi yoki o'lim xabari chiqqan Uyg'urlarning musibatdagi tuqqanlarining unsiz yig'inlariga shohid bo'lib yashayapmiz. Lagerdan chiqib o'lib ketayotgan, meyib bo'lgan Uyg'urlarning ichinishli ko'rinishlarini kunda degidek ko'rib turibmi, parvosiz yashayapmiz. Xitoy bo'lsa, yig'imo haddidan eshib, Uyg'urlarning butun davosini yolg'onga chiqarishga kuchayotdi. Unsiz yosh to'kkan qarindoshlarimizning ko'zlariga takror qarab boqayli. Ular bizdan nimalarni kutyapti? Biz bo'lsak, nima qilyapmiz?